Aka, xudo xolasa siz uchun bugungi faqat maynaqa tozalaridan. Insofli bola. Sayın aka, ishonavering, bo'ladigan pul o'ta arzon aka. Obunachilarga bu nech puldan qilib beramiz? Aka, 6 million 300 mingdan beraman. 6 million 300 ming so'mdan akalar, realni shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizga ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'shiqvozlari va mana bunaqangi velikan sog'liq ishqibozlari uchun akalar bugun hafta kuniga chorshanba 2026-yil 20-may sanasida biz video syomkalarimizni o'sha mashhur arzonchi va optimchilar qishlog'i Tepako'rg'on qishlog'ida Xudo xolasa insofli bolani qo'ralariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Ya assalomu alaykum ashaddiy obunachilar. Bormisiz-ku? Sayın aka, kevoldingizmi? Ma ko'rinmay ketdingiz. Sizdan ham ko'rishdan baxt top ketdi aka. Ishonavering, bari obunachilarimiz kommentariyalarga insofli bola nima bo'ldi? Insofli bola nimaga chiqdi? Yozishyapti haqiqatda. Aka yozishyapti ekan. Men ham zerikdim aka, chiqmay obunachilarimiz uydan olib ketib qolishaveradi. Men diqqatga qo'yaveraman aka. Endi aka buni duo qilib, like bosib turgan hoji aka, hoji onalarimiz bor-da aka. Bu duo bilan elga kiradi. Mana mush bilan ko'zni bekarga aytmagan aka. Haqiqatda bugun duoni olamiz bugun aka. Hammadan. Naqsinadan bugun? Pachaq qilib beraman aka. 8 million 7,5 million qo'yilyapti turgan qo'ylar aka. 7 million deb pasida chiqadi. Boshlardingmi insofli bola? Aka. Qo'ylarni yaxshilab ko'rsating. Boshladiga? Ko'rsating. Akalar, biz boshladik. Bitta-bittadan like knopkasini bosib turasizlar. Birinchi partiyamizga soni nech bosh? 7 dona aka. Soni 7 dona akalar, mana. Bari sog'liq. Mana akalar. Haqiqatda. Yoshini aytmaysan aka, Yosh qanaqa buni? Hop, 2 tishdan 4 tish ko'tyapti turgani bor, 4 tish, 6 tish aka qo'ylar. 4 tish, 6 tish. Bo'ylari nechi? 4 tish. Bo'ylari 85 plus minus olishaveradi aka. Haqiqatda insofli bola, lekin mana buni bo'yi 90 ham chiqib qolganda. O'ylanmay chiqadi aka. Mana yedishtilarini akalar o'zlaring ko'rib turibsizlar, bahoni berib qo'rasizlar. Haqiqatda bir dona bo'g'oz bor mana mashinasi. Bitta bo'g'oz. Mana shu Mana ko'krangi akalar, mana shu bo'g'oz ekan. Ha, o'g'illar aka 50 olishadi, mash qo'yga olishaveradi. Qolgani akalar, mashinasiga olar ekansizlar, bitta bo'g'ozi bor ekan. Mana mashinasi ekan, naq bo'g'oz ekan. Tagini. Xudo xolasa shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Insofli bola kelib ko'ramiz deganlarga lokatsiyalar. Kelib ko'raman deysa, lokatsiyani bir qator tashab beraman, o'ylanmay kelib ko'rib ustida olishosin aka. Ustida olsa ishlari osonroq ham bitadi. Ustida ishlari zo'r bitadi aka. O'ylanmaymiz umuman. Shunda kelishadi, so'rashadi, tarz barakani aytaman aka. Martqa mani bilasiz aka. Toppa to'g'ri. Insofli bola, endi buni obunachilarimizni kuttirmasdan bo'ladigan gap buni narxida. Bizni narx qiziqtiradi endi buni. Ha, buni narx qiziqtiradi-da, bu qo'ydim. Qancha maqtaganim bilan. Toppa to'g'ri. Qo'ydi aligizda emas, narxida aka. Nech pul o'tib beradigan? O'shan aka. Bu haligi sifatli narsa qimmat bo'ladi. 7 ni pastida dedingizmi? 7 million ancha pastda aka, 100 ming 200 ming emas aka. Nech pul? 6 million 700 mingdan bo'ldi. Ya sal kelishtiring. 6 million 600 mingdan bo'ldi. Bo'ldi 6,5 dan aka, yengil. Yo aka, endi 6. Ya insofli bola, mard bolasiz. Anchadan beri chiqqani o'ziga bir aybingizni yuving. Obunachilar maza qilsin. 7 tani bir joyga 6,5 milliondan bor aka. Akalar mana 6 million 500 ming so'mdan telefon qilinglar, ulgurib qolinglar. Xudo xolasa, akalar. Sal ayb oriqroq aka. Buni qo'ylasizmi? Buni tektasi oriq aka. Buni bahovarisiz aka, bilasiz-ku buni. Haqiqatda akalar buni aka, keyin buni alegisi emas aka. O'zimiz mesni qo'ymas, obunachilar ustiga kelib, qaydan kelganini hamma yo'g'ini aytaman. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan qo'ylar. Xudo xolasa aka, qachon o'tdi, hamma yo'g'ini telefonda ma'lumoti berilaveradi. Insofli bola, bundan keyingi partiyalarimizga ham bormi? Uni qo'ylari ko'ring, uni qo'ylari obunachilarni ushlab ham ko'rsatib qo'ying. Haqiqatda akalar mash qo'yni olib, masalan, badanini to'ldirib qo'ysangiz 10 millionda tepasida bo'ladigan qo'ylarda akalar. 8,5 million, 9 million sotyapti odam. Haqiqatda to'g'ri akalar, bu qo'ylar jonivordi qani. Haqiqatda ishqibozlariga bo'lsa, tez telefon qilib aloqaga chiqinglar. Insofli bola. Qo'ydi zo'r, ustiga kelishsa ham bor, apps qilishmaydi kelishganiga aka. Kelishsin, ishlari bitadi. Bitadi, xudo xolasa. Keyingi partiyalarga o'tamiz akalar. Obunachilar, xudo xolasa, keyingi partiyamizga ham chiqqan qo'ylarni qarang akalar. Mana bunaqangi haqiqatda toni tozalaridan. O'zi ham chors qo'ylar aka. Haqiqatda sifatini qarang. Yoshini aytay, ishonavering, shashilyapti aka, nima ungadir aka.
2 4. 2 4 2 4 qo'ylar aka. Voy, gap yo'q. Aka Insofli bola. narxini eshitsangiz haqiqatan galansiz bo'lasiz. Narxini aytishdan oldin insofli bola bo'ladi, bir bo'ybastlarni aytib o'tib Aka keting. bo'yi 80 plyusga olishaversin aka. 80 plus. 80 plyusga olishaversin. 80 plus. Xolos 80 plyus minusga olsin aka. Ustiga kelib bir ko'rib olsa ham yaxshi bo'ladi aka. Ha, jonivorlar. Akalar, yedishchilarni o'zingiz ko'rib turibsiz, umuman muammolari yo'q. Umuman muammosi yo'q aka. Hop, insofli bola bo'ladi, qisirga olishsin, bo'g'izga olishsin. Aka, hop mashq qo'y aka, Qirg'iziston Bishkek qo'ylar aka. O'tganiga bir hafta bo'ldi aka. Bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'ldi. Mana shu narsaga tavakkalga olaver ekansizlar akalar mana. Xudo xolasa, aybi nuqsonlari yo'q. Insofli bola bir narx-navosini obunachilarga Aka, qulay narxda 6 million 400 mingdan beraman. O'tib-ket qilish yo'qmi aka? ya sal kelishtiring insofli bola. 6 million 400 ming xolis gapiring aka, 7 million deb pasta chiqyaptimi men? So'rash haqqim bormi? Endi haqqingiz borda blogersiz aka, obunachilar. 100 ming so'm so'rayman. 6 million 300 dan yengil. Xursand bo'lishadi. Obunachilar maza qilishadi. Buni voy qo'lni duoga ochib, bitta duo qilib qolsa aka. Bor aka. Ketaveradi akalar. 6 million 300 ming so'mdan realni shoshilib telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Yarichga ham ketdi. Insofli bola, endi har kim cho'ntakka qarab. Bizga bunisi yoqdi, bizga manamisini ber insofli bola. Chapcha minus pilisi bo'ladi aka. O'zing tanlab ber, bittani ichidan lipoy bittani. O qorasi ya uni ichine sarani yaxti desa aka, o'zim sal minus chiqarishman mumkin. U tanlab olsak, o'zlar tanlab olsa Pilisi ham bo'ladi. Pilisi bo'ladi akalar. Mana, xudo xolasa shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Insofli bola, keyingi partiyalarga o'tamizmi? Tamom. Keyingi partiyalarga o'tamiz akalar. Aka, xudo xolasa siz uchun mana shu liniyaligidan so'radingizmi? Insofli bola. Aka, o'sha Qirg'izistonda eng trenddagi liniyadan aka, eng zo'ridan olib kelib qo'yganman aka. Xudo xolasa aka, vobshe go'zalidan aka qo'ydi. Mana quloq aka, quloq joylashuv aka, bu oyoqqa qarab turibdi aka, tuyog'i. Quloq tashlashlarini ko'ryapsiz aka. Quloqlarni qo'yaveringchi, ona bola variantidan. Ona bola variantidan aka. Kelar mana. Jonivorlar. Xudo xolasa ikkita ona bola. Aka, o bolalar sharpay liniyadan aka. Sharpay liniya. Sharpay liniyadan, onalari aka liman liniyadan aka. Liman liniyadan. Xo'p, onalarini mana onasi afg'on bo'lgan ekan. Afg'on? Afg'on bilan liman liniyadan chatishgan. Xo'p, bo'ladi. Yoshlarini bitta ko'rib qo'yaylik. Ko'rsatib qo'yaylik. Akalar. 4 ish. To'rtta. Buni ham ko'rsatib qo'yaylik. 4 ishga endi chiqyapti. Xo'p, ikkinchidan bolalari ekan. Ha, ikkinchidan bolalar ekan. Bo'ylari 80 plus solishadi. 85 ham chiqadi narisini qo'yaylik. 85 chiqadi akalar, xudo xolasa. Mana shu juni yo'q aka, bir qop aka. To'g'ri. Junini olib qo'yilgan qo'ylar. Jundan olingan tayyor holatda Bolalar akalar. ikkovi ham qo'chqor. Jonivorni qarang aka, haqiqatda bolani juda ham go'zal bergan ekan. Ishqibozlariga, zot yo'nalishiga qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, tavsiya qilib qolaman, shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaveringlar. Xo'p, buni kerak yo'q edi aka. Endi o'ziga yarasha sababsiz bor aka. Shunga sotyapti. Obunachilaringiz qimmat ekan deb o'ylab qolishmasin. Arzon narsadan haligi sifat qidirishmasin aka. Insofli bola, bo'ladi endi, bo'ladigan gap narxida. Chiroyli qilib obunachilarga. O'zi bollarini qo'yadigan narxini qo'yib beraman aka. Bollarini 1 yil baqsangiz aka 1,5 ming 2 mingdan oladi. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri, chunki zot bilan. Aka bir joyga bo'lsa 1200 dollardan bo'lsa beraman. Ya sal kelishtiring endi, yaxshi qo'yib, baribir narxi sal kelishtiring endi, insofli bola. 1200 dollardan beraman obunachilaringizga. Kelishtiring. Bo'pti 100 dollar o'tib beraman ikkoviga. 1150. Yo 200 dollar o'tib berasiz. 1150. 1150 dan. 1150 dan siz aytyapsiz, 1100 dan biz so'rayapmiz. Dastlabkani o'zlari qilib olishadimi bu? Kelishasiz-da, endi o'rtada bo'ladimi? Gap so'zi. Dastlabkasi ham meni bo'yim o'nakda viloyatga ketaveradi. Bor akalar, mana. Mana aka, quyruqlari. Xudo xolasa. Tosalarni ham bir olib qo'ying aka. Tosalari ham o'ta toza qo'yiladi. Dumbalari osilib ketmagan. Insofli bola, hop, bo'ladi endi. Tug'ilganiga necha oylikdan bo'lgan? Aka, bolalarini hop mana. Bo'lsa 1,5 oylikka bor. 1,5 oylik. 1 oylik bo'ldi aka. 1 oyligu 1,5 oylik akalar mana. Shoshilib telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Insofli bola, bundan keyingi partiyalarimizga bormi? Aka, bundan keyingi partiyamiz ikkita qo'zi bor, puli o'ta arzon. O'ta arzon, ha? Yaxshi arzon, o'ylab ko'rsatamiz. Xudo xolasa, insofli bola. Aka, bular ikkovi egiz aka. Onasini sotib aka. Onasi sotilib ketdi. Ha, onasidan ajratadigan bu qoldi, yem yashak ikkovi. Akalar, mana jonivorlar qarang. Quloqlarini qarang aka, jonivorlar. Chiroyli sifatli narsalar ekan. Vobshe go'zallar. Qo'chqor sog'liq shekilli-ku. Qo'chqor sog'liq aka. Buni mana sarig'i qo'chqor, mana hop
Buni sovliq aka. Sovliq qo'chqor o'z takmiklari ko'rinib turibdi akalar. Mana aka. Ishqibozlariga. Quloqlarni ikkovini ham qulog'ida baldag'i bor, ikki qulog'ida ham. Bu oxirgi partiyamiz endi. Oxirgi partiyamiz aka. Narx o'ta qulay bo'ladimi? O'tib ber demaysiz aka. Bo'ladiganini ayting, o'tib ber demayman. 3 million 300 mingdan ketaveradi aka. 3 million 300 ming so'mdan Oxiri akalar bo'ladi aka, ketaverar ekan. Hurmatli obunachilar, 300 mingdan aka. insofli bola 100 ming o'tasizda. 6,5 million. Ha, 6,5 bo'ladi. Bo'ldi, Garso'jon aka ketdi. Ketaveradi, ha. 6,5 million so'mga akalar, shoshilib O'ta telefon qilib tozasida aka. aloqaga chiqaveringlar. Insofli bola endi bugunga shularmi? Uyinga shular aka. Like-ni bosib, hatto kamchiliklar bo'lgan bo'lsa kommentariyaga shunday yozib qo'yasiz aka. Men sizdan xursandman, like-ni bosdingiz, ko'rdim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.